Sharq Turkistonda Wuhan koronavirusi bilan yuqumlanuvchilar soni oshmoqda. Xitoyning organ to'ri bo'lgan Tangirtog' to'rining xabar qilishicha, Sharq Turkistonda yuqumlanuvchilar soni 45 ga yetgan bo'lib, ularning 8 nafari Xitoy ishlab chiqarish qurilish armiyasiga tava ekan. Navbatda yuqumlanuvchilar Urumchida 20 nafar, G'uljida 10 nafar, Turpanda 1 nafar, Bayonqulin oblastida 4 nafar bo'lib, 10 kishining ahvoli og'ir ekan. Karantini ostiga ilingan kishi soni bo'lsa 3049 ga yetgan. Yana bir tarafdan Otish shahridagi 2 mehmonxonada Wuhandan kelgan va koronavirusi shubhasi bor deb qaralgan 99 kishi ayirib etilgan. Sharq Turkistondagi tunji koronavirusi bilan yuqumlanuvchi 23 yanvar oshkorlangan bo'lib, u Wuhandan kelgan bir Xitoy edi. Bu xil virus Sharq Turkistonda rayon miqyosiga tarqalgan va oz deganda 3 million kishi tutib turilayotgan yig'ilish lagerlari sababli texmi cho'ng yoshirin xavfga ega. Mutaxassislar yig'ilish lageriga virus hujum qilib qolsa, kollektiv o'lim vaqalarining kelib chiqishidan andish qilmoqda. Turkiston parast to'rining uchurlariga asoslanganda Sharq Turkistondagi Xitoy emgak kuchi va ijtimoiy kafolat nazoratining rasmiy to'rida 2019-yil rayon tavasida 74700 kishining yangidan ishga o'rinlashtirish nomi ostida ishga taqsim qilinganligi uqtirilgan. Xitoy doiralari arzon emgak kuchi qilib qo'l o'rnida ishlatayotgan kishilarni qayta ishga o'rinlashtirdik deb ta'tir tashviqot qilib kelmoqda. Xotan viloyatining Qarqash noyasida yaqinqi 2 yilda 22 ming fabrika, 330 ming tikuvchilik o'rni va 420 ming atalmish kasbiy tarbiyalash kurslari ochilganligi, kishilarning bu joylarda arzon emgak kuchi o'rnida ishlatilganligi ma'lum. Amerika prezidenti Donald Trump Yaponiya va Xitoydan keyin Yevropa bilan savdo kelishimi tuzsa bo'ladiganligi haqida to'xtalib, savdoda keyingi kun tartibimiz Yevropa bo'ladi. Ular bilan astoydil bir suhbat o'tkazamiz. Yevropa bilan yaqinqi 10-12 yilda cho'ng bir savdo qizil raqami bor dedi. Oqsaroyda har qaysi shtatlarning boshliqlari bilan bir yerga kelgan Trump iqtisodga doir masalalar haqida to'xtaldi. Yig'inda Trump shtat boshliqlarining savollariga javob berdi. Trump Amerikaning Yaponiya va Xitoy bilan savdo kelishimi imzolagandan keyingi mezgilda tashqi savdoda nima kun tartiblarining bo'ladiganligi haqidagi savolga Yevropaning savdoda Amerikaga nachar muomalada bo'lganligini aytdi. Amerika Adliya ministrligi xususiy kredit organi Equifaxga qilingan to'r hujumiga mas'ul deb qaralgan 4 nafar Xitoy harbiy xodimi haqida aybnoma chiqardi. Amerika shirkat va shaxslarning kredit ahvolini tekshiradigan Equifaxga qilingan to'r hujumining orqasida Xitoy hukumatiga qarashli xakerlarning borligi bildirildi. Adliya ministrligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda Xitoy ozodlik armiyasiga tava 4 kishi haqida aybnoma chiqarilganligini bildirdi. Amerika xavfsizlik organlari hukumat doiralarining xususiy uchurlari saqlanadigan rasmiy organ bilan Marriott mehmonxonalar zanjiri va sug'urta shirkatlariga qilingan keng ko'lamli uchur o'g'irlash hujumlarining orqasidami Xitoy xakerlarining borligidan gumon qilmoqda. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Sharqiy Osiyo davlati Mongoliyaga boradigan Turkiya fuqarolariga qarata ogohlantirish uqtirish chiqardi. Ministrlikning yozma bayonotida Mongoliya doiralarining Xitoy bilan bo'lgan yaqin munosabati va almashtirish sababli Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirus hujumining Mongoliyadami yuqori darajada xavf hosil qilishi mumkin deb qaralganligi ta'kidlandi. Bayonotda Mongoliyada yangi tipli koronavirusining yoshirin xavfiga qarshi davlat miqyosida oliy maktablarni o'z ichiga olgan barliq ma'rif organlarining 2-martgacha taqalganligi bildirildi.